O'zbekistonda qoidabuzarliklar va transport vositalari harakatini qayd etuvchi tizim internetda hech qanday himoyasiz holatda turgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda TechCrunch nashri xabar berdi. Ta'kidlanishicha, tizimga tushib qolgan avtomobillardan biri 6 oy davomida kuzatib borilgan. U Toshkent, Chirchiq shaharlari va Eshonguzar shaharchasida harakatlangani muntazam ravishda qayd etilgan. Tizimning bu zaifligini aniqlagan kiberxavfsizlik mutaxassisi Anurag Senning aytishicha, avtomobil raqamlarini tanish tizimining ma'lumotlar bazasi ochiq holda turgan. Bu esa istalgan foydalanuvchiga undagi ma'lumotlarni ko'rish imkonini bergan. Nashr tizim ma'lumotlar bazasining qancha vaqt davomida ochiq turganini aytish imkonsizligini bildirgan. Ammo ta'kidlanishicha, ma'lumotlar bazasi 2024-yil sentyabrda yaratilgan. Yo'l harakati monitoringi esa 2025-yilning o'rtalarida boshlangan. TechCrunch bu tizim O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan boshqarilishini qayd etib, idora nashrning bu zaiflik borasidagi so'rovlariga javob bermaganini ta'kidlagan. Qayd etilishicha, ushbu tizim texnologiyasi Xitoyning Max Vision kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan.